Mana amofosning haqiqiyligini tekshirib ko'ramiz. Amofos. Haqiqatan shu amofos ekanligi, soxta emasligini tekshirib ko'ramiz hozir. Mana shunday krujkaga ozroq olib olamiz. Bir qoshiqdek. Keyin gazga qo'yamiz. Silter yoki ammoniy nitrat, silter yo boshqa narsalarni bunday gazga qo'yib bo'lmaydi. Kaliy nitrat ham. Faqat amofos, boshqa narsalar qo'ymalar. Keyin qaynab boshlaydi. Agar qaynasa, haqiqiy amofos bo'ladi. Qaynab boshladi ko'rinadi. Qaynab yo'q o'tish kerak. O'tkir hid chiqadi. Hidni mana bunday hidlar ko'rinar, burunlarni o'tkir hid kelib boshlaydi. Bir kirmay turay. Kirmay turdi ekanmiz. Keyin tuzini ko'raverasiz. Qo'paq narsa kirdi. Bo'ldi, tez chiq. Mana shuni hidini tekshirayapman. Razı sas bitti. Evet, ben niye var? Niye geçip gidelim? To'liq qaynab yo'q bo'lib ketishi kerak. To'liq qaynamasa, tarkibida boshqa qo'shimchalar bo'ladi. Agar to'liq qaynab yo'q bo'lib ketsa, toza amofos bo'ladi. Hozir sotib oldik. Toshkent Olmaliqniki deydi. Ozroq qoldi edi. Deyarli tashlanmasi yo'q bo'lib ketdi. Demak, bu toza amofos ekan. Naqad temrasi oldi-yu. O'sha peshizim bo'lar. Boshim olib ketdi. Noldi. Demak, aldanmabmiz. Ozroq qoldi edi. Toza amofos ekan. Agar tarkibida bo'r, tosh, shunga o'xshagan narsalar bo'lganda, yarmi yerimas edi.